94-bob Bobi qisosil abdi, qulning qasos olishi. Va bu yerda 181-hadisni mashhur sahobiy Ammar ibn Yosir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, la yadribu ahadun abdan lahu va huwa zalimun lahu illa uqida minhu yawmal qiyamah. Qaysi bir odam o'zining qulini unga zulm qilgan holida, zulm qiluvchi bo'lgan holida ursa, albatta o'sha odamdan qiyomat kuni qasos olinadi. Ya'ni bir odam zulm tariqasida qulini ursa, ya'ni odob berish ma'nosida urush ham bor oldingi hadislarda, unda emas, balki zulm qilib uradigan bo'lsa, qiyomat kunida o'sha qulni urgani uchun undan qasos olinar ekan. Bu dunyodagi qilgan ishi ma'nosida. Mana bu hadisda ham demak qullarga zulm qilmaslik, uni urmaslik, balki ehtirom qilishga targ'ib bor. Agar bu dunyoda qulni uruvchi hojasi, quldor odam jazodan qutulib qolsa ham oxiratda qutulmas ekan. Albatta qiyomat kunida zolimlik qilib urganligi uchun qulini undan ham qasos olinar ekan. 182-hadis Abu Layladan rivoyat qilinar ekan, aytadilarki, kharaja Salmanu fa idan alafu dabbatihi yatasaqatu min al-ari va qala li khadimihi lawla anni akhafu al-qasasa la awja'tuka. Salmon radhiyallohu anhu bir kuni uydan hovliga tashqariga chiqsalar, hayvonlarga keltirilgan alaf, o'tlar har qayerda sochilib yotibdi. Demak, xodim qaramagan, qarovsiz qoldirgan, e'tiborsizlik qilgan, yo ehtimol pulga olib kelingandir, ehtimol mehnat bilan keltirilgan o't-o'lanlar sochilib yotibdi. Shunda u kishi o'z xodimiga aytgan ekanlarki, agar qiyomat kuni bo'ladigan qasosdan qo'rqmaganimda seni kuningni ko'rsatardim degan ekanlar. Demak, xodim ayb ish qilib qo'ygan, molni zoya qilgan, o't-o'lanni sochib, noto'g'ri holatga tushib qo'yishga sabab bo'lgan, katta desa ham bo'laveradigan aybni qilib qo'ygani, shunday bo'lsa ham Salman radhiyallohu anhu qiyomat kuni ehtimol shunga bir haddan oshib ketib bo'lsa, boshqa bo'lsa, mendan qasos olinadi. Shuning uchun, bunga tegmayin deb o'zini qulni urishdan to'xtatgan ekanlar. Ana demak, shar'iy ta'limotlari mana shunaqa. Ba'zi bir beadoblikmi, zulmmi yoki shunday noto'g'ri ishlarni qilishdan yo'lini to'sish fazilati bor. Mana shu qiyomat kuni qasos olishga ishongan odam bo'ldimi, demak, o'zini xodimini hech qachon urmaydi. 183-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz aytibdilarki, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lish-shatil jamma'i min ash-shatil qarna. Endi bu qiyomat kunidagi bo'ladigan holat, har bir huquq o'z ahliga qaytariladi, ado qilinadi. Bu ta'kidli gap. Buni bo'lmay qolishi mumkin emas. Hatto shu darajada bo'ladiki, shoxsiz qo'yga shoxli qo'ydan qasos olib beriladi. Demak, ikkita qo'y bo'lgan, birini shoxi bor, birini shoxi yo'q. Bu dunyoda haligi shoxli qo'y shoxi bilan shoxsizni suzgan, unga ozor yetkazgan, ehtimol jarohat yetkazgan, boshqa qilgan. Hatto shu qo'ylarni ham bir-biridan zulm tariqasida o'tkazgan azorlari behisob qoldirilmas ekan. Shoxli qo'ydan shoxsiz qo'yga qasosi olib berilar ekan. Bu qo'ydan qo'yga qasos olib berilgandan keyin odamdan odamga olib berilishi turgan gap, ta'kidli gap. Shuning uchun biror kishiga zulm o'tkazmaslik kerak. Biror kishini demak bir shafatimi, bir mushmi yoki undan sekinroqmi, qattiqroqmi urib, o'shini haqini o'zining bo'ynida olib ketmaslik kerak, chunki qiyomat kuni albatta qasos olinadi. Ayniqsa bunaqa holatlarda shu qullar, xodimlar o'zini qo'l ostidagi kishilarga qo'l ko'tarish osonroq. Ana shunaqa holatda demak inson ehtiyot bo'lishi kerak
birovga zulm tariqasida ko'tarmaslik, birovni urmaslik lozim. Agar uradigan bo'lsa, zulm bo'lsa, albatta qiyomat kuni undan qasos olinishi, o'ch olinishi turgan gap. 184 hadis sharif Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, annan nabiyya sallallohu alayhi va sallam kana fi baytiha فدعا وصيفة له أو لها فأبتت فاستبان الغضب في وجهه فقامت سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القوض يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Salama onamizni uylarida ekanlar, hujralarida. O'sha yerdan turib bir xizmatchi qizchani chaqiribdilar. U qizcha yo payg'ambarimizning xizmatchilari bo'lishi mumkin yoki Salamani xizmatchilari onamizni. Shunda chaqiriqqa haligi qiz kelmabdi. Yo'q. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlaridan g'azab alomatlari ko'rinibdi. Buni sezgan Salama onamiz turib pardani ortiga boribdilar. Pardadan tashqariga qarabdilar. Qarasalar, haligi qizcha o'ynayapti. E'tiborsizlik qilibdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam chaqirsalar ham kelmabdi. O'sha vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida misvak bor ekan. Shunda haligi qizga aytibdilarki, agar qiyomat kuni o'ch olishdan qo'rqish bo'lmaganida, seni shu misvak bilan urar edim. Badaningni og'ritar edim degan gapni aytgan ekanlar. Demak, shunchalik beodab qilgan bo'lsa ham, shunday ulug' zot payg'ambar alayhisolatu vassalam ham qiyomat kungi o'ch olishdan qo'rqqanlaridan haligi qizga hatto misvakni ham, misvak bilan uni turtib qo'yishni ham ravo ko'rmagan ekanlar. Demak, bu ma'nolarni biladigan bo'lsak, qo'l ostidagi kishilarni, xizmatchilarni, ba'zi bir qaram odamlarni, boshqalarni bunaqa urush, hatto misvak bilan turtishni ham mo'min musulmon odam o'ziga ravo ko'rmaslik kerak ekan. Endi shu hadisning davomida Muhammad ibn al-Haysam bir ziyoda jumlalarni ham keltirgan ekanlar. Unda haligi qiz bir hayvonni o'ynayotgan ekan. Mushukdir, kuchukchadir, boshqadir, o'ynayotgan narsasi bir hayvon ekan. Keyin Salama onamiz chaqirib olib kelib aytibdilarki, ey Allohning rasuli, bu qasam ichyapti, sizni chaqirganingizni eshitmagan ekan deb aytib ham qo'ygan ekan. Hali qizni kelmaganligini sababi ham keyin paydo bo'lgan ekan, ma'lum bo'lgan ekan. Demak, shunaqa bir aytgani bo'lmay qolsa, tezda achchig'i chiqib bir narsani qilib qo'yish ham kerak emas ekan, chunki orada uzr ham chiqib qolishi mumkin bo'lar ekan. 185-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki, "Man daraba darban uqtussa minhu yawmal qiyamah." Kim bir urush bilan ursa, tamom. Boshqa hech narsa qilmasa ham qiyomat kuni o'sha bir urushi uchun ham undan qasos olinadi, debdilar payg'ambarimiz. Birgina urib qo'ydimi, bir mush bilan bir yer osmon uzilib yerga tusharmadi, bir shapaloq bo'lsa nima bo'pti degan ma'no bo'lmaslik kerak ekan. Bir ursa ham shu bir urilishni o'zini qiyomat kunida hisob kitobi bo'lar ekan, qasosi olinar ekan. 186-hadis yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytibdilarki, "Man daraba darban zulman uqtussa minhu yawmal qiyamah." Bu yerda zulmni qo'shilgan ekan. Kim zulm tariqasida bir ursa ham qiyomat kuni undan qasos olinadi degan ekanlar. Shuning uchun odamlarni urish, xizmatchilarini o'zini qo'l ostidagilarga qo'l ko'tarish kabi ishlarni mo'min musulmon odam hech qachon qilmasligi kerak ekan.